bir muncha odamni yig'ilgan bilan uningga shuni bildirishga belgilik vaqt ketadi. Mening filmim nimishqa yaxshi ko'rilmaydi. Bu sizning filmlaringizning yaxshi ko'rilmasligining o'zgarishi sababi bor. Sabab natija munosabatini sizlar men demasam to'liq tushunsizlar. Yaxshi ko'rilmasligining sababi balkim suratga elish jihatda. Yoki mayda yo'yaringiz yaxshi emas, yoki bo'lmasa suratga olgandan keyingi filmingiz suzuk chiqmagan bo'lishi mumkin. Yaxshi kesilmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Har xil sabablar bor. Unda siz bularni qanday o'ngshaymiz? Jiq odamlar hozir telefon bo'lgandan keyin qimmat telefon ishlasak cho'qim yaxshi bo'ldi deb qaraydi. Natoyin do'stlar. Chunki agar siz bir qimmat telefon orqali mush masalalarni hal qila oladigan ishingiz bo'lib qolgan bo'lsa, hargizmi mush do'yinni o'gitadigan yerlar paydo bo'lmagan bo'ladi. Shunga men demoqchi bo'lganim, navoda sizningki haqiqiy bir IP'ingizni tishligingiz bo'lsa, yuqori sifatli taratqingiz bo'lsa, obdan jboqingiz bo'lsa, yoki mayda mening mushtaq jujin filmlarga ishlashga ehtiyojim bor deydigan mushundaq kavjanlaringiz bo'lib qolsa, cho'qim kasbiy o'rinlar bilan aloqalashishingiz kerak. Men taka hozirgacha tatib kelayotgan filmlarimning ichida o'zim eng e'tirof qilgan, eng bir rozi bo'lgan filmlarim qaysi deganda, mana mush filmlar shu. Unda siz bu filmlarni qanday bo'lib bunda yaxshi tata oldingiz? Gap mishay keldi-ku. Yaxshi tata olishimning sababi chunki men dal shundaq kasbiy o'rinlar bilan xizmat qildim. Men sizning mushundaq o'rinlar bilan xizmat qilishingizni kuchli tavsiya qilaman. Chunki buningdan keyin do'yin qalayimqam jimlarni unda bek jujjiqib ketmaydi. Chunki hamma narsa barbara yaxshilanish qarab mangadi. Hech qachon barbara tövellab ketmaydi-ku. Qancha sifatli, qancha yaxshi chiqqan sari ko'rurmannimi rohatlantirdi deganga. Shunga do'stlarga men bugun mishada Sayron madaniyat tarqitish cheklik shirkatining qurg'uvchisi Davudjon Ma'limni kuchli tavsiya qilaman. Uning ustiga bular shu kundan keyin do'yinda jibo qilish, film ishlash, kirishtirish, do'yin o'gitish qatorliq jihatlarda dars o'rinlashtiribdi. Bu darsga keladigan o'quvchining soni intayin cheklik do'stlar. Chunki bir muncha odamni yig'ilgan bilan uningga shuni bildirishga belgilik vaqt ketadi. Shunga son intayin cheklik vaqtni jiddiy tutib, qatnashinglarni cho'nqur tavsiya qilaman. Sizlarning ishlaringlarning yaxshi bo'lib ketishini umid qilaman. Anondan boshqa yana bir qo'shimcha qilib qo'ydigan yerim, navoda siz mushundaq 20 kunlik tarbiyalash tugitib bugunib chiqqandan keyin, mening bir kasbiy operator bo'lib qolgan bo'tdi yoki mening mamanda bir ishlarga o'rinlashgan bo'tdi desanglar, biz Sayron madaniyat tarqitish cheklik shirkati sizlarga yaqindan yordamda bo'ladi. Demak, yaxshi o'rgansangiz, xizmat tepishingiz tas emas demakchi.